Salom qizlar. Juda ko'pchiliginglar so'rayapsizlar, polip haqida gapirib bering deb. Polip endometriyada emas, faqat servikalniy kanalda ham o'sadi. Polip bu доброкачественный o'simta. Ginekolog ko'rigiga borganingizda shunaqa tilga o'xshagan o'simta ko'rinib turadi. Polip endometriyada bo'lsa, faqat ultrazvukovoy diagnostika qilib uni aniqlash mumkin. 5-6-7 hayz kuni, menstrualniy siklning 6-7 kunida o'ziga borsangiz, normada yo'qqa poloska bo'lishi kerak. Agar shunaqa o'simta o'sib turgan bo'lsa, bu polip endometriya deyiladi. Если полип шейкада bo'lsa, polip ektomiya qilinadi. Bu degani раздельное диагностическое выскабливание. Olgan materialni обязательно gistologiyaga jo'natamiz. Agar polip endometriyada bo'lsa, bunda гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание qilib, olgan materialimizni gistologiyaga jo'natamiz. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, like bosing, kommentariy qoldiring. Yana nima haqida gapirib beray?